1 so'm boshlanish to'lovi yo'q. Banklarni aralashtirmasdan deb video qilganimiz uchun bizning klientlarimiz juda ham ko'p, lekin ora-chirada mana shunaqa bizga yolg'onchilar ham uchrab turibdi. Eslaringda bo'lsa, mana shu Epica'ni nomerini ko'rsatmasdan video qildik. Bu mashinani naqd pulimizga sotib olganmiz. Sotib olayotgan jarayonimizda naqd pul berayotgan mashinani hujjati erta birovga oformib qilib berayotganimizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Summani to'liq qabul qilib oldingiz, ha? Mana mashinalarini to'liq qabul qilib oldik. Hech qanday taqiq, mib hech narsasi yo'q. Mana shu videoni, mana shu pastdagi odamni taniganlar ehtiyot bo'linglar. Sizlarni ham mana shunaqa qilib aldab ketishlari mumkin. Chunki bizda kelib juda Alloh uchun yordam bering degan vaqtlariga biz pulni naqd sanab berganmiz, lekin o'sha videoni qo'yganimizdan keyin bizga ma'lumotlar yetib keldi. Siz haqingizda to'liq ma'lumotlar bor, lekin mayli, joyini aytmaymiz. Insofni o'zingizga bersin. Xudo xohlasa sizdan tintinimizgacha pulimizni olamiz. Mana va'da qilganimiz uchun nomerlari bilan chiqarib beryapmiz. Sizni videolaringizni pastga joylashtiramiz. Sababi sizdan ruxsat olingan. Sizdan ruxsat olganmiz. Agar kelmasangiz videoyingizni qo'yamiz desangiz, siz ruxsat bergansiz. Shuning uchun videoni qo'yibmiz.